ro'za va Qur'on ikkisi qiyomat kuni bandani shafoat qiladi deydilar payg'ambarimiz alayhissalom. Ro'za aytar ekan: ey Robbim, men buni kunduzlarda taom va shahvatlardan to'sgan edim, uni haqida shafoatimni qabul qilgin derkan. Ya'ni ro'za mana shunday Allohning huzurida guvohlik berib shafoat qilinishlikni Allohdan so'rar ekan. Ya'ni Robbim bu bandangni gunohini kechgin, jannatga kiritgin derkan. Qur'on kelib aytadi: va yaqulul Qur'anu mana'tuhun nawma bil-layli fashaffi'ni fi. Qur'on aytar ekanki: ey Robbim, kechalarda bu bandani men uyqulardan bedor qilgan edim. Ya'ni kechalarda mana shunday tilovat qildirib, mana bunday sizlardek qiyomul layda turib Qur'oni Karimda tinglagan edilar. Bu bandang haqida meni shafoatimni qabul qil derkan Qur'oni Karim. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qola fayushfa'ani, bas ikkovlarini ham shafoati qabul qilinadi deb payg'ambarimiz marhamat qildilar.